Angina nima? Angina bu bodomcha bezining o'tkir yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Bu o'tkir kasallik hisoblanadi. Endi tomoqni ochib qaraganingizda bodomcha bezida qip-qizil bo'lishi mumkin. O'tkir tanzilitni nimasi bilan xavfli? O'tkir tanzilit agar juda ko'p tez bo'laversa, u boshqa a'zolarga ta'sir qilishi mumkin. Yurakka, buyrakka ta'sir qilishi mumkin. Ayrim ayollarda tuxumdonga ta'sir qilib, hayz buzilishini va bundan keyin bepushtlikka ham olib kelishi mumkin. Hamma tomoq og'rishi ham angina emas. Angina o'zi tomoq og'rishi bilan kechsa ham, lekin boshqa a'zolarga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni buyrakni ishdan chiqarishi mumkin, yurakka ta'sir qilishi mumkin, revmatizmga olib kelishi mumkin. Hatto ayrimlarda bepushtlikka ham, ayollarda bepushtlikka ham olib kelishi mumkin. Ushbu rolikni oxirigacha tomosha qilsangiz, bu angina o'zi qanaqa kasallik, qanday holatda operatsiya qilinadi, qanday holatda operatsiya shart emas, qanaqa qilib bu yurakka ta'sir qiladi tomoqda bo'lsa va angina bilan kasallanmaslik uchun nima qilish kerak, shu haqida bilib olasiz. Men doktor Butayev 15 yillik tajribaga ega lor xirurg. O'z tajribam davomida 10 mingdan ortiq operatsiyalar amalga oshirganman. Agar sizda burundan nafas olish qiyinligi bo'lsa, tez angina bo'lsangiz, yoki burningizni shakli o'ziga yoqmasa, rinoplastika qildirmoqchi bo'lsangiz, yoki xurrak o'tib, xurrakda nafasingiz to'xtab qolsa, yoki tez gaymarit bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilib maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin. Telefonni qoldiramiz. Demak, boshladik. Angina nima? Angina bu bodomcha bezining o'tkir yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Bu o'tkir kasallik hisoblanadi. O'tkir degani nima degani? Siz sog'lom bo'lasiz, yo oyog'ingizdan muzdek o'tadi, yoki shamollaysiz, yoki muzdek narsa yeb qo'yasiz, yoki marojniy yeb qo'yasiz, birdan tomog'ingiz og'rib qoladi. Tomoq og'rish anginaga qanday xos hisoblanadi? Ya'ni yutinganda og'riq bo'ladi. Kuchli og'riq bo'ladi, temperaturangiz chiqishi mumkin, mana bo'yindagi limfa tugullari kattalashi mumkin, holsiz bo'lib qolasiz, ishtahangiz pasayadi va umumiy belgilar bo'ladi. Anginaning belgisi xuddi shundan iborat. Endi tomoqni ochib qaraganingizda bodomcha bezida qip-qizil bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa oq nuqtalar bo'lishi mumkin yoki to'liq oppoq yiring bilan qoplangan bo'lishi ham mumkin yoki ayrim vaqtlari bodomcha bezida yarali yiringlar paydo bo'lishi ham mumkin. Bu anginaning asosiy belgisi hisoblanadi. Angina nima uchun yuzaga keladi? Bodomcha bezi bu ovqat hazm qilish yo'li, ya'ni ovqat yutganimizda birinchi uchrashadigan joy hisoblanadi. Ovqat tarkibidagi mikroblarni bodomcha bezi o'ziga olish kerak bo'ladi. Bir qismini, bitta ikkita proba va organizmga qanaqa mikroblar kiryapti o'zi shuni sensor sifatida ko'rsatib turish kerak bo'ladi. Lekin ayrimlarda bu bodomcha bezining o'zi og'iz orqali kirgan viruslarga yoki bakteriyalarga chidolmaydi va o'zi yiringlab ketadi. Va buning natijasida angina kasalligi, ya'ni o'tkir tanzilit kasalligi yuzaga keladi. O'tkir tanzilitni nimasi bilan xavfli? O'tkir tanzilit agar juda ko'p tez bo'laversa, u boshqa a'zolarga ta'sir qilishi mumkin. Yurakka, buyrakka ta'sir qilishi mumkin. Ayrim ayollarda tuxumdonga ta'sir qilib hayz buzilishini va bundan keyin bepushtlikka ham olib kelishi mumkin. Bu qanday yuzaga keladi? Mikrob tushadi bodomcha beziga va bodomcha bezida ko'paya boshlaydi. Uni o'ldiraman deb organizmda hujayralar ishlab chiqariladi va bu hujayralar keyin vaqt o'tishi bilan organizmning o'zini hujayralarini tanimay qoladi va o'zini hujayralarini yemira boshlaydi. Bu revmatik kasalliklarga xos, ya'ni bo'g'imning hujayralarini yemira boshlaydi. Undan tashqari ayrim holatda yurakni biriktiruvchi to'qimasini yemira boshlaydi va bunda yurak kasalliklari kelib chiqadi. Ayrimlarda buyrakda ta'sir qiladi va buyrak to'qimasini yeyishi natijasida pielonefrit, glomerulonefrit kasalliklariga olib keladi. Ayrimlarda buyrakni ishdan chiqarishi ham mumkin. Ayrim holatda tuxumdonga ta'sir qiladi va hayz buzilishiga olib keladi va buning natijasida bepushtlikka ham olib kelishi mumkin. Anginaning nafaqat o'zi og'riqli, problemli kasallik, undan tashqari bu mana shunaqa xavf olib kelishi bilan ham xavfli hisoblanadi. Ya'ni buyrakka, yurakka yoki tuxumdonga ta'sir qilishi mumkin. Ayrimlarda qalqonsimon bezga ham ta'sir qilishi mumkin va qalqonsimon bez kasalliklarini ham keltirib chiqarishi, ya'ni buqoq deydi-ku, o'shaning kasalliklarini ham keltirib chiqarishi mumkin. Endi sizda angina bo'ldi, yiringlab ketdingiz. Nima qilish kerak bo'ladi? Eng to'g'ri variant bu lorga borishingiz kerak bo'ladi. Lor sizga antibiotik yozib beradi. Antibiotiklar olasiz. Ko'pincha bodomcha bez kasalliklari anginani bakteriyalar qo'zg'atadi, lekin viruslar, zamburug'lar ham qo'zg'atishi mumkin. Shunga qarab yo antibiotik yoki protivirusni yoki bo'lmasa
protivogripkoviy dorilar yozib beradi. Ikkinchisi mahalliy qilinadigan dori tomoqni chayib turish kerak bo'ladi. Bodomcha biyizi 4 mahal, 5 mahal antiseptik vositalar, furatsilen bo'ladimi, xlorofillip bo'ladimi, yoks bo'ladimi, laraben bo'ladimi, shular bilan chayib turiladi. Uchinchisi og'riq qoldiruvchi dorilar ichiladi, chunki anginada kuchli tomoq og'riydi, ayniqsa yutunganda og'riq bo'ladi. Bunga albatta og'riq qoldiruvchi dorilar ichib turiladi. Keyingisi bu vitaminlar berib turiladi. Endi siz yaxshi bo'ldingiz, yaxshi bo'lgandan keyin yana qanchadan keyindir yana qaytalandingiz. Bunday holatda nima bo'ladi? O'zi immunitet past bo'ladi va bodomcha bezi shuning uchun har bir tashqarida kirib kelgan mikroblar ta'sirida yiringlab ketayotgan bo'ladi. Bunday holatda bodomcha bezi olib tashlanish kerak bo'ladi. Agar siz yilida 3 martadan ko'p yiringlab ketdimi, tomog'ingiz og'riyaptimi, demak sizga bu signal bodomcha bezini oldirib tashlaganingiz ma'qul. Chunki agar asoratlar kelib chiqsa, bu yurakka ta'sir qilsa yoki bo'lmasa revmatizmga olib kelsa, bu yanada ham muhim a'zolarning muammosiga olib keladi. Endi qachon operatsiya qilinmaydi? Agar siz yilida 1 marta angina bo'lsangiz, unda operatsiya qilish shart emas. Shunda ham bodomcha bezining holatini ko'riladi. Bodomcha bezidagi yallig'lanish, ya'ni angina ikki xil holatda yuz beradi. Birinchisi oddiy angina, ikkinchisi surunkali tanzilitni obostreniyasida ham bo'lishi mumkin. Agar sizda surunkali tanzilit bo'lib, u obostreniya bergan bo'lsa, unday holatda baribir bodomcha bezni olib tashlab qutulasiz. Endi operatsiya qanday bo'ladi? Operatsiya umumiy og'riqsizlantirishda bo'ladi, narkozda yarim soat davom etadi. Bizning klinikamizda eng zamonaviy texnikalar asosida umumiy og'riqsizlantirishda kablator yordamida yoki bo'lmasa radioto'lqin yordamida olib tashlanadi. Buni ustunligi nimadan iborat? Bunda kam qonaydi, tez bitadi va og'riq nisbatan kamroq bo'ladi. Anginani noto'g'ri davolash nimalardan kelib chiqishi mumkin? Hamma anginada ham antibiotik berilmaydi. Bir xil angina bo'ldimi birdan antibiotik ichaverishi mumkin. Bu xato. Virusliklarda, zamburug'larda antibiotik ta'siri bo'lmaydi. Ayrimlarda antibiotik yozib beradi vrach, uni ichmasligi mumkin. Bu ham xato, chunki angina paratanzilar abses asoratiga o'tib ketishi mumkin. Bu degani nima degani? Anginadagi yiringli jarayonlar atrof to'qimaga o'tib ketadi. Bunda nima bezovta qiladi? Bemorda kuchli og'riq bezovta qiladi. Tomoqda tupuk ham yutolmaydi va og'zini ham ocholmay qoladi. Bemorda og'zi ochilmay qoladi. Trizm bo'ladi. Mushaklar shuni hisobiga. Bunday holatda albatta o'sha hali yig'ilgan yiringni chiqarib tashlash kerak bo'ladi. Absesni chiqarib tashlash kerak bo'ladi, kesib ochiladi va yaxshi bo'lgandan keyin bodomcha bezi to'liq olib tashlanadi bunday holatda. Keyin ayrimlar juda ham xalq tabobatiga berilib ketadi. Ya'ni angina bo'lganda antibiotik olmaydi yoki bo'lmasa tomoq chaymaydi, faqat ustidan kompress yoki har xil isirg'ilar tutilib shunaqa qiladi. Bu ham katta xato, chunki asoratga olib kelsa, bu keyin katta muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri davolanish kerak bo'ladi. Keyin ayrimlar yana qiladigan xatosi, angina bo'lganda antibiotikni 2-3 kun oladi, sal yaxshi bo'lib qolgandan to'xtatadi. Bu ham katta xato, chunki mikroblar yarim o'lik holatda bo'lib qoladi, keyin chувствительность rivojlanadi. Shu antibiotikni keyingi safar organizmga umuman ta'sir qilmaydi. Shuning uchun antibiotik 7 kun, 10 kun yozildimi, albatta shu 7 kun, 10 kun olish kerak bo'ladi. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Agar sizda temperatura chiqayotgan bo'lsa, tupuk yutishingiz qiyin bo'lsa, tomoqda kuchli og'riq bo'layotgan bo'lsa, albatta shifokorga tezroq borib ko'rinish kerak bo'ladi. Sizda va farzandlaringizda mana shunaqa tez angina, ya'ni yilida 3 martadan ko'p angina bo'lsa, buni albatta operatsiya qilish kerak bo'ladi. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahatim keling, yordam beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.